Yana bir bor aytamiz. Har qanday odam xato qiladi. Qahramonlik, ulug'lik nima bilan ko'rinadi? Uni yakson qilib sharmanda qilib tashlashlik bilan emas, uni avf qilishlik bilan. Zamonamizda mana shu avf degan sifat, kechirib qo'yishlik degan sifat bora-bora ko'tarilib boryapti. Qalblarimiz qattiq bo'lib ketyapti. Bo'pti, bir marta oyog'i toyilibdi deb turib kechirib qo'yishlik yo'q bo'lib ketyapti. 10 yil xizmatimizni qilib, 10 yil biz bilan yonimizda yurib, bitta xatoga yo'l qo'ysa, ana shu 10 yillik xizmati yoki 10 yillik mehnatini habadaga chiqarib oladigan bo'lib ketganmiz. Qalblarimiz qatib ketganligidan. Har bitta ishida siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasululloh kimni kechiryapti? Bir o'ylab ko'ringlar-da. Davlatni sirrini sotgan xoinni. Bundan bir 70 yoki 80 yil avval Shom o'lkalarida bo'lgan bir voqea, bo'lib o'tgan voqea. Ana shu Shomdagi bir masjidning imomiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushiga kiradi. Tushiga kirib aytadiki, falonchiga borib ayt, u o'sha falonchi jannatda mening hamrohim bo'ladi, do'stim bo'ladi dedi. Rasululloh ismini aytgan boyagi falonchi kishi shu masjid yonidagi kichkinagina bir do'konda savdo qiladigan oddiy odam edi. Bu haligi avf qilish, kechirib qo'yish, aybini yopib qo'yishlik masalasiga taalluqli bir amaliy misol. Imom Rasululloh tushida aytgan boyagi kishini uyini topib bordi, eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi. Birodar dedi, menda sizga Rasulullohdan bir bashorat bor dedi. Shu asrimizda bo'layotgan narsa. Faqat Robbiz bilan sizni o'rtangizda qanaqa sir bor edi? Shu sirni aytsiz, men sizga bashorat aytaman. Boyagi kishi imomdan uni sirini fosh qilmaslik va'dasini olib, voqeani aytib berdi. Vallohi bir ayolga uylangandim. Oradan 5 oy o'tib tug'adigan bo'lib qoldi. Ya'ni bu ayol menga kelguncha oyog'i toyilib fahshga yo'l qo'ygan edi. 5 oyda tug'adigan bo'lib qoldi. Mana endi uni sharmandasini chiqarib taloq qilishim mumkin edi. Ammo Alloh taolo uni meni qo'lim bilan isloh qilishini xohladim. Chunki haqiqiy tavba qilganini tushungan edim dedi. Doyani olib keldim. Bola tug'ildi. Ertasi kuni namozga chiqarkanman, imom quloq qoqqanida namozga bolani ushlab tashqarida turgan edi. Hamma kirib ketdi. Imom Allohu akbar deb farzga quloq qoqdi. Bolani hech kimga ko'rsatmasdan masjidning tashqarisiga qo'yib, kirib imomga ergashdim. Mo sirni yopishni ko'ring. Namoz o'qib bo'lganimizdan keyin bola yig'lashni boshladi. Hamma yig'ilib atrofida jamlanib ketdi. Kim ekan? Men ham hech narsani bilmagandek bordim. Nima ekan bu deb so'rasam, qara, birov bolani tashlab ketib shu yerga dedi. Menga beringlar shuni dedi. Menga beringlar, men boqib olamiz buni dedi. Ko'tarib olib borib, onasini qo'liga topshirdi. Qo'ni-qo'shnilarning oldida boqib olingan bola bo'lib qoldi. Mana shu qilgan ishi uchun, mana shu aybini yopib qo'yganligi uchun, sharmanda qilmasdan avf qilib qo'yganligi uchun Rasululloh tushiga kirib, falonchiga ayt, jannatdagi mening rafiqim bo'ladi dedi. Bu sahoba emas, bu tobiin emas, bu siz bilan biz yashagan asrdagi oddiy bir odam ishi. Demak, Rasulullohning hamrohi bo'lishlikka sabab bo'lyapti. Bir odamni avf qilib qo'yishlik. Endi o'zimizdan so'raylik-da. Biron marta bir odamni agar biz aytsak, fosh qilsak, sharmanda bo'lib qoladigan bir aybini, sirini bilib turib yopib qo'yganmizmi? Agar bo'lsa, mana shu ishimizdan umid qilaylik. Shoyat Alloh shu tufayli bizning gunohlarimizni mag'firat qilsa. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bitta ishda bizga ibrat, xususan aybdorlarning aybini yopishlikda, ularni avf qilishlikda ham.